Assalomu alaykum. Bugungi kunda ish beruvchilar o'rtasida xodimlar bilan mehnat shartnomalari o'rniga fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalar, ya'ni GPX shartnomalarini tuzish keng tarqalgan. Aksariyat ish beruvchilar xodimlar bilan mehnat shartnomalarini tuzish natijasida yuzaga kelgan yoki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan qochib, mehnat shartnomalari o'rniga fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarni tuzishmoqda. Qonunchilikka ko'ra, xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnat munosabatlarini tartibga soladigan fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarni tuzish taqiqlanadi. Shuni bilish kerakki, fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarni tuzishda fuqaro tashkilot bilan mehnat munosabatlariga kirishmaydi. Uning taraflari esa xodim va ish beruvchi emas, balki ijrochi va buyurtmachi hisoblanadi. Shuningdek, mehnat kodeksida nazarda tutilgan kafolatlar fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarda nazarda tutilmaydi. Shu bilan birga, jismoniy shaxs bilan ishlarni yoki vazifalarni ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda haq evaziga shaxsan bajarish haqidagi munosabatlarni tartibga soluvchi fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomalarni tuzish ushbu munosabatlarning sud tomonidan yakka tartibdagi mehnat munosabatlari deb e'tirof etilishiga sabab bo'ladi hamda fuqarolik huquqiy tusdagi shartnoma tuzilgan kundan e'tiboran mehnat shartnomasi tuzilgan deb hisoblanadi. Ya'ni mehnat qonunchiligida mehnat shartnomasining majburiy shartlari sifatida ko'rsatilgan shartlar fuqarolik huquqiy tusdagi shartnomada nazarda tutiladigan bo'lsa, mazkur shartnomaning sud tomonidan mehnat shartnomasi deb topilishiga olib keladi. Agar siz ham shunaqa shartnoma bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Shu va boshqa huquqiy masalalarda bizga murojaat qiling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.